Urologik stentlarning qanday turlari bor? Urologik stentlarni turlariga keladigan bo'lsak, buni materialiga hamda razmeriga ko'ra bir necha xil turlari bor. Materialiga ko'ra silikonli, poliuretanli. Ya'ni buni naychamiz tarkibi poliuretandan tashkil topgan bo'ladi. Razmeriga keladigan bo'lsak, bolalarga hamda kattalarga ishlatiladigan stentlarimiz bir necha xil bo'ladi. Uzunligini oladigan bo'lsak, misol uchun aynan bu stentimiz 8 sm uzunligi yoki 3 Frenchga 16 sm uzunlikdagi hozirgi kunda asosan qo'yiladigan stentlarimiz poliuretanlik stent hisoblanadi. Buni uzunligi 26 sm hisoblanadi. Bu stentlarimiz double G stent hisoblanadi. Urologiyada asosan qo'llaniladigan stentlar turi bu double G, ya'ni ikkala uchlari, ya'ni boshi va oxiri G shaklda bo'lganligi uchun ikkita G, ya'ni double G stenti deyiladi. Bundan tashqari yana gidrofil qoplamali, metalli va boshqa turdagi stentlarimiz bor. Bunday stentlar bemorda qancha muddatga qo'yiladi? Odatda oddiy urologik amaliyotlardan keyin o'rtacha 3-6 haftaga qo'yiladi. Lekin har bir stent turiga qarab qo'yilish muddati bor. Misol uchun, poliuretanli stentlarimizni qo'yilish muddati maksimal 2 oy hisoblanadi. Silikonlik stentlarimizni qo'yish muddati ishlab chiqaruvchi tomonidan 1 yil berilgani bilan biz tavsiya beramiz 3 oy davomida turishi va almashtirilishini tavsiya beramiz.